ko'chatlarimiz gullab don holatga o'tmoqda. Shunday o'sha don holatga o'tib, donlarimiz qizarishni boshlamoqda. 10 kunlarda, 10-15 kunda birinchi terim qilish niyatimiz bor. Dekabrda massaviy hosil beradi. Yangi yil oldi dekabr oylarida qulupnaylarimiz massaviy hosil beradi. Nav koreyskiy solxang bu yerda va bizda Kingsberi ko'chatlarimiz ham bor. Mana bu yerda uchag'at Kingsberi ko'chatlarimiz, guli sal kamroq, lekin koreyskiy solxanglarda gul ko'proq. O'shadan qizarishni boshladi. Bitta gul sholida 12 ta 13 ta gul bor va biz uni sekin saralab chiqamiz hali. Bizda shu 7 ta 8 ta qolsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Hammasi ushlab bo'lsa gullarimiz bir sartaroshga qilib chiqamiz. Oldi shunday rang kirishni boshlagan. Yaxshi, ko'chatlarimiz yaxshi. Sostenasi. Issiqxonamiz shunday.